ikkita shkaf bor ekan. Bittasi kattaroq, bittasi kichikroq. Buning narxi 1 million 200 ming so'm. 120lik bo'lishi kerak, adashmasam. Bu 140lik. Buning narxi 1 million 400 ming so'm. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ichilarini ham ochib ko'rsataveraman. Kichikroq deganimizga. Kattasiga har doim turibdi, sotilib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun kichik narsani ko'proq ko'rsatavering. Ikkovsi ham bir xil ekan, razmeri faqat bittasi kattaroq bo'lyapti, xolos. Bunda bunaqa narsalar bor ekan. Arziydimi yo'qmi? Kommentariy yozib ketinglar. Assalomu alaykum hammaga. Obunachilarimiz ko'pchilik talablariga binoan YouTube kanalimizni ham ochdik. Hozirgi video davomida ko'radigan narsalaringizni hammasi Instagram tarmog'iga qo'yilgan, joylangan va bitta sotilib ketgan. Hammasi haqiqat, rost, bor narxlar hammasi. Shuning uchun videoni kuzatib boring. YouTube kanalimizga qo'yayotganimizning sababi, agar narxlar yoqadigan bo'lsa, like bosib turib obuna bo'lib qo'ysangiz, sizning reaksiyangizdan men mana shunday YouTube kanaliga ham mana shunday videolarda yangi narxlarni qo'yishda davom etaman. Shuning uchun kommentariyada fikringizni qoldirib, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Yaqinlarga tashlab qo'yishdan esdan chiqmasin. Nimaga desangiz, biz qo'yayotgan narxlar zo'r, arzon, juda yaxshilik nima deydi, ko'pchilik yolg'on deyapti. Endi bunga masalan o'zim g'ashim keladigan bo'lsa ham, bu narxlar yolg'on deyish ekan. O'zimga g'ashim keladi, lekin haqiqatda ishonib bo'lmaydigan narxlik uchun ko'pchilik yolg'on deb tuhmatdan qilishyapti. Mayli, baribir tanqid bo'lish kerak. Bularni to'g'ri tushunamiz. Shu sababli YouTube kanalimizni ochyapsizda. Bu YouTube kanal bo'ylab doim mebellarni to'liqroq ma'lumotlarni berishga, masalan, bor narsalarni ko'rsatib, hamma yo'g'ini bir qator sizga ko'rsatishga, YouTube'da nimasi vaqt ko'pligi uchun hammasini ko'rsatib, narxlari bilan qo'yib boramiz. Siz buni bemalol sotib olishingiz, xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun obuna bo'lib, like bosib, kommentda o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Videoni oxirigacha ko'rishingiz esdan chiqmasin. Rahmat. 200 ming so'm Trimo, mana Trimo kimga kerak bo'lsa, akril material. Shkaf 2 million so'm. Xuddi mana shu shkafini o'zi mana Trimo'da ikkovsini 2,5 million so'mga beriladi kimga qiziq bo'lsa. Hozir shkafini ham yonidan ko'rsataman. 2 million so'mga shkafini o'zi. Olasiz, Trimosini oling. Trimosi bilan 2,5 million so'm. Komplekt bo'lib qoladi. Arziydimi yo'qmi? Kommentga yozib ketinglar. 2,5 million so'mga akril materiallari, oldida aynaklari bilan. Shkafi ham katta, bemalol kishi olgan narsasi sig'adigan o'rtalari polka bo'lishi kerak. Mana seyfigacha bor ekan. Seyfning kaliti bormi? Bor. Bo'ldi aka, bo'lsa bo'ldi. Nasoslari ham bor ekan. Arziydimi yo'qmi? Kommentga yozib ketinglar. Hozirgi modada yaxshi narsalardan xolos. Kichikroq shkaflar kerak bo'lsa, bundan keyingi videoga qo'yamiz. Xolos, obuna bo'lib qo'ysalar ham ularni ham ko'rasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, mana shunaqa 5 talik uголок bor ekan. 230 ga 430 razmerda, xonlari ham 270 ga 90 bo'lishi kerak. 3 ta pufugi bilan narxlari 2,5 million so'm. Farg'onada Kirgilida turibdi. Taglari ham unaqa machalik zimmikasidan ekan. Endi materiali jiddiy ishlangani bilinadi, endi iloji yo'q. Bilinadi bunday. Lekin cho'kkan joyi yo'q, hammasi butun. Kimga qiziq bo'lsa 2,5 million so'm. Arziydimi yo'qmi? Kommentariy yozib ketinglar. Shu spalniy garnitur narxi 4,5 million so'm. Hop. Bano spalniy garnitur narxi 4 million so'm. Jiddi buni sal uringanroq ekan, mana tumbalari ham bilinib turibdi. Lekin 4 million so'mga yaxshi menimcha. Birinchi obunachilarimiz ko'rishsin, istoriyamizni kuzatayotganlar, reaksiya qoldirib ketayotganlar ko'rishsin dedim. Mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar bemalol. Xohlasangiz bu, xohlasangiz mana yangi narsa ekan, 4,5 million so'mga. Reaksiya qoldirib ketinglar, like bosib ketinglar istoriyamizga ham. Kuzatib borsangiz istoriyamizga yaxshi narsalarni birinchi istoriyamizga qo'yamiz endi. Obuna bo'linglar. 200 ming so'mga tevalar Andersonli, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 4 qanotli. Alohida ham bo'lib ajraladi. Bir taraf vishilka, bir taraf polka. Andersonlardan foydalansa bo'ladi. Sostayanalari unaqa urinib ketgan holatlari yaxshi. Endi fasoni eski oldingi fasondan. Arziydimi yo'qmi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Ikkiga ham alohida bo'ladi. Ajratib bemalol olib kirib, olib chiqishlar oson bo'ladi uni. 1 million 300 mingga mana shu 2 karatli karat. Kimga qiziq bo'lsa, ikkiga ham alohida ajraladi. 1 million 300 mingga arziydimi yo'qmi? Kommentga yozib ketinglar. 1 million 350 mingga qo'ygan mana shu uгологimiz hali ham sotilmay turibdi ekan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Farg'onada Kirgilida turibdi. Taglari ham sog'lom, materiallari mo'shik. Xo'p, razmerlari ham kichkinagina domlarga tushadigan. Mana shu yonida turgani, bu ham 1 million so'm, bu ham 1 million so'mdan. Sizlar kommentga yozib ketinglar. Arziydimi yo'qmi? 1 milliondan. Tevalar Andersonlari chiqadi. 1 million so'mga shunaqa 2 qanotli shkaf bor ekan. Tevasi alohida ajraladi. Oldilari lakir o'binni.
Nima deysizlar, arziydimi yo'qmi 1 millionga? Qancha qimmatmigina? Buncha mebellar orasidan shu bitta ko'xinni yonib ko'rinyapti. Narxlarini ham hozir aytaman. Farg'onada kirgilida turibdi. Bundan keyingi video mana 2 tashkiliy to'g'risida bo'ladi. Ko'xinga keladigan bo'lsa oldilari akril ekan, yo'llarini profilini jab ekan shunaqa. Kimga qiziq bo'lsa 120 adashmasam. Narxi necha bo'ldi deysiz? 700 ming so'm. Narxi 700 ming so'm. Sostoyanasi chotki. Kimga qiziq bo'lsa pastda nomerlarga aloqa chiqib ko'rasizlar. Akril yo'llari ham bunaqa. Arziydimi yo'qmi kommentga yozib ketinglar. Shirik kravatimiz mana zakasini bo'lgan narsa ekan. Buning narxi 1,5 million so'm. Kommentga yozib ketinglar, arziydimi? Turtmalar qaranglar. Shkafchasi o'zi bilan bashti. Kimga qiziq bo'lsa pastda nomerlarga aloqa chiqib ko'rasizlar, kirgilida turibdi Farg'onada. 1,2 million so'mga shu Xitoy kravat qo'yganmiz buni ham. Ko'rgandirsizlar. Olinglar shuni ham kerak bo'lsa agar matraslari tiniq. Men yani divan urinib yuvib ketsa ham matras qoladigan narsa adashmasam. Keyin yana bitta mana kichikroqdan ham bor. Ikkita tumbasi bilan 1,2 million so'mga. Kimga qiziq bo'lsa pastda nomerlarga aloqa chiqib ko'rasizlar. 1 millionga spanligator qo'ydik. Bilmayman bu ko'pchilik yoqmayaptimi, suymayaptimi, nima bo'lyapti, hayronman. Kommentga yozib ketinglar, nima deydi? 3 millionga arziydimi, yo'qmi? Kommentga yozib ketinglar. Agar 3 millionga qimmat deb yozib ketsalar ham arzonroq ham qo'yaveramiz. Fikrlarni qoldirib ketishlari mumkin bemalol. 3 million so'm qo'yganmiz shu narsalarni. O'rtalari ko'payli, tremosi, stulchalari, ikkita tumbalari bilan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarga aloqa chiqib ko'rasizlar. Farg'onada kirgilida turibdi. Eski so'rashadi ko'pchilik yana arzonidan. 400 ming so'm narxi. Kimga qiziq bo'lsa Farg'onada turibdi. Obuna bo'lib kuzatib borlar, bundan ham arzonroqlarni qo'yamiz xudo xolasa. 400 mingga arziydimi yo'qmi kommentga yozib ketinglar. Trimo bilan mana shu devanchani ikkita tumbalari bilan 1,5 million so'mga beriladi. Farg'onada kirgilida turibdi. Kimga qiziq bo'lsa Trimosi yani 1,5 million so'mga to'rov narsa. Ikkita tumba, bitta trimo, bitta shu divan. 5,5 million baho aytishyapti ekan, 4,5 millionga beramiz obunachilaringiz deyishyapti. Mana shkafi, tremosi, yomon divani. Kimga qiziq bo'lsa matraslari ham, o'zini sostoyanasi ham uringan emas, holatlari yaxshi. Ko'rgan ham ishlagan demaydi uni. Kimga qiziq bo'lsa pastga nomerlarga aloqa chiqasizlar. Manzil Farg'onada kirgilida turibdi. Ko'xinnilar bilan 500 ming qo'ydik. Ko'xinni bilan bitta stenkasi sotilib ketdi. Mana shkafchani o'zi qolibdi. 500 ming so'mga buni ham beriladi. Kimga zarur bo'lsa pastda nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Farg'ona kirgilida turibdi. Ko'pchilik so'rayotdi, katta bo'lib ochiladigan divan so'rashayotdi. Mana ikkiga mana yerdan bo'linib turib, uzun bo'lib chiqadi. Mana yoqqacha borib chiqadi. Mana shu narsadan so'rashayotdi. Rabochiy, yangisi yo'q, rabochiysi bor ekan. Bularning narxi 1,5 million so'm. Xo'p, bizning kanaldan chiqib obuna bo'lganlar chiqadigan bo'lsa, yana ham arzon qilib berishadi. Xo'p, bular Farg'onada kirgilida turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. 1,5 million so'm. Kami bor yana, arziydimi yo'qmi kommentga yozib ketinglar. Shu nima deydi buni nomini? Ugalok deydimi yo mana shunaqa kichkina narsa. Mara ham yotadi, spalni ham bo'ladigan, tagi sondiqli mana shu narsani 1,5 million so'm narxi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerga aloqa chiqaverasizlar. Bizda ozgina material yirtilib qolgan joy bor ekan. Tek qolgan joylari holati yaxshi. 1,5 millionga arziydimi yo'qmi kommentga yozib ketinglar. Kreslo divanda 2 million 200 qo'ydi deyashmasam, bugun bo'lish narxini qo'ying deyaptilar. Bu ham Farg'onada kirgilida turibdi. Buni narxi 1 million 800 ming so'm, xomsiz mana shu uchovsi. Kimga qiziq bo'lsa, keyingi videolarda xonni ham qo'yamiz. Mana uni o'rtasi yotadi ham. 1 million 800 mingga nima deysizlar, arziydimi yo'qmi? Obishni mana shu jurnalistim narxi 200 ming so'm. Nimasi ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqib ko'rasizlar. 200 ming so'mga yana. Nima deysizlar? Agar ugalogi bilan olaman deydigan bo'lsalar, ugalogi bilan 2 million so'm bo'lar ekan. Ikki tashkalini ham qo'ydik, narxini arzon qilib Farg'onada kirgilib turibdi. Narxi 500 ming so'm. Nima deysizlar, arziydimi yo'qmi? 1.60 lik razmeri. 500 ming so'mga qo'lini amin. Kommentga yozib ketinglar.